Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avto O'zbegim hamda kanal admin Shuhrat. Mana bugun Sergeli mashina bozoridamiz. Qo'ldan kelgancha yaxshi inomarka labolarni sizlar bilan video davomida ko'rib borishga albatta harakat qilamiz. Kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib, albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydi degan umiddaman. Qisqa muddatli tanaffusdan so'ng biz yana videolarimizni boshlaymiz. Sizlar ko'rishdan to'xtamanglar, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, bosinglar. Shinera ham rasul so'radinglar, dubl kabinalarda men sizlarga topib qo'ydim akalar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan bor yo'g'i 40.900 kilometr masofani bosib o'tgan bo'lsa, kamiga zavodskoy metallari bilan bo'lsa, salonlari mamnaqa kojinli bo'lsa, konditsionerlari bo'lsa, elektronli rul bo'lsa, bitta bosib yuborasizmi degan mexanika korobkada. Bortlari ham uzuni bo'lsa, salon holatlari ham bitta ko'rsatib yuboramiz. Xudo xolasa kraskalari ham top-toza deyaptilar akamiz. Ta'nam o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana bortlarni ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar uchun tentovka qildirasizlarmi, alkafon qildirasizlarmi, bemalol bosib yuborsanglar bo'ladi. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Yakka balon, qo'sh balon emas. Hop. Bortini hozir razmerini egalarini o'zidan so'raymiz. Bir qo'l mashina xudo xolasa. Hop, shep qanday endi shep? Shep. Okay. Borti nechiga diz buni? 180 ga 260. 260 ga 180. Shunaqa mashina bo'lishi kerak. Lekin uzunligi 260. Uzunligi 260, endi 180. Zavodskoy standartda. Zavodskoy standart. Mana balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham cho'tki bo'lib turibdi. Xudo xolasa mashinamizning xarajati yo'q, kraskasi ham bir tomchi ham yo'q, xudo xolasa. Absolutni top-toza. Olasizlar million soqqani soqqiga uradigan mashina, xudo xolasa. Tan narxini ismini so'ramiz. Agar 3 litrlardagi yechib olmaydiganga bo'lsa 14200 beraman. 3 litrlarni yechib olmaydigan bo'lsa 14200 berasiz. Agar ular yechib olsam toza 14 beraman. Ularni yechib oladigan bo'lsa toza 14 beradilar. Bozor narx berdimi? 13600 bermadim. 13600 bermaysiz. 13600 tepasiga beriladi. Gaplashib olamiz. Telefon nomeringiz 70 035 55 34. Cheriz bank ham chiqarib olamizmi? Cheriz bank ham bosib yuborsanglar bo'ladi. Qizig'i yo'q, faqat olsanglar, faqat shopper kerak mashinamizga. Mingani odam kerak. Mingani odam kerak, xudo xolasa. Telefon nomerlarini aytdik, mashinangizni kimga aql qilgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Genini gaplashib olamiz yo faqat оформление ham? Ha? Holati generalni qilyapsiz. Xolasanglar generalni qilib bosib yuborsanglar ham bo'lar. Ya'ni nimani so'rab beray akalar, joninglar sog' bo'lsin. Mashinangiz kimga aql qilgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Yeb bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi Shineray mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan, probega keladigan bo'lsa 90 ming, 93 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamizdan salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari ham yo'q, konditsionerlari bor. Kraskalari top-toza. Propan metanmi? Metan. 90 talik metan gazlarigacha bor, tentlari qilingan. Orqasi yakka balon. Hop. Dokumentlari qilingan. Orqalarini bitta ko'rsatib olamiz. Og'ir yuk umuman ortilmagan ekan. Og'ir yuk umuman ortilmagan. Olasizlar mazza qilib, million qilib bosib haydasanglar bo'ladi. Buni borti nechi bo'ladi? 160 ga 3 metr bo'lar ekan. Narxi cher? Narxi 11 deyapsiz, kelishdi. 11 deyapsizlar. Avto O'zbegim nomidan chiqsa chiroyli qilib skidkalarni qilib berasizlar. Bozor narx berdimi aka? Kelishtirib beramiz. Bozor hali narx bermadi. Necha pul bo'lsa berib yuboraman deb turibsiz, ko'ngil. Nima deydi, qancha bo'lsa? Qancha ko'p bo'lsincha. Nima deydi, birana. General Daversga berib yuboramizmi? Cheriz bank gaplashib yuboramiz. Yo'q, faqat оформить qilamiz. Faqat оформление. Cheriz bank ham chiqadimi, chiqmaydimi? Faqat naqdga. Faqat naqdga bo'lsa bemalol telefon qilib savdolashib bosib yuborsanglar bo'ladi. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 99 lik 821 97 50. Ismlari Otabek aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Balonlarni ham ko'rsatib yuboraman yana. Yaxshi holatda turibdi, ishlashga tayyor mashina. Kelish olsangiz barakasini bersin, bosing aka. Akalar, bizda navbatdagi Shineray mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi qancha dedingiz?
130 ming kilometr masofani bosib o'tgan salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Unaqa perforatsiyali kojniy sidenye bo'lsa, chexol yo'q ekan, sepli motor, 5 tali mexanika korobka, konditsionerlargacha bor. Temir metan gazlarigacha bor. Nechtali? Ikkita. Bitta 90, Bitta 30. Balonlarni ko'rsangiz, balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Yakka balon. Borti necha bo'ladi buning uchun? 315 ga 172. 315 Ishlashga xudo xolis tayyor mashina. Xo'p, narxi aka? 11,5. 11,5 so'raysiz. Bozor narx berdim? Yo'q. Bozor narx berman. Nisbi bo'lsa berib yuborasiz. 400 bo'lsa. 11400 bo'lsa berib yuborasiz. Cheriz bankan chiqib ketadi? Mana bu. Gendangiz bermaymiz. Bo'ladi. Gendangizni gaplashib olamiz. Telefon nomeringiz? 95 95 3 3 92 92 22 ismlari? Islom aka. Mashinamiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosib yuboringlar. Akalar, bizda navbatdagi Shinray mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 52 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Benzinda faqat mashinamiz. Buni ham borti necha buni? 315 ga 172. Sepli motor. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balonni erkagidan taqib qo'ygan ekanlar. Yangi balon, orqasi resor, yakka balonli. Xullas, olib haydashga tayyor mashina. Narxi keladigan bo'lsa, narxi 11,5. 11,5 so'raysiz. Avtobusdagi nomdan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Bozor narx berdim, bermadim? Yo'q. Narx bermadi. Nesbi bo'lsa berib yuborasiz. 400 bo'lsa beraman. 11400 bo'lsa shtriga berib yuboraman deyaptilar. Cheriz bank ham gaplashib yuboramiz. Genio. Faqat оформление oldi sotdi. Telefon nomer? 95 3 92 22 ismlari? Islom aka. Mashinamiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Konditsionerlargacha bor. Ma'lumotini olmoqchi bo'lsanglar, batafsil oliy to'lovlari, boshlanish to'lovlari bo'yicha telefon qilib bemalol bosib olsanglar bo'ladi, bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi mashinamiz Chang'an T3 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 110 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamizning salon holatlarini ko'rsatib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobkada konditsionerlarigacha bor. Ishlashga tayyor mashina. Temir metan gazi bor. Nechtali? 90 tali. Temir metan gazlarigacha bor. Kraskasi toza, balonlari yangi, mabda sanduqlarigacha bor. Borti tentli. Yakka balon resorlari bilan xullas ishlashga tayyor mashina. Hop, orqadan tosh ko'rsatib yuboramiz. Bortlarni ham ko'rishingiz mumkin. Menimcha qorong'uligini yaxshi ko'rmayapti. Tanib o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Telefon qilib bemalol savdosini qilsanglar bo'ladi akalar. Hop, buni borti necha bo'ladi? 280 ga 280 ga 170 shunaqa. 170 bo'lar ekan. Narxi aka? 10800. 10800 so'raysiz. Avtobusdagi nomdan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Bozor narx berdim? Yo'q. Bozor narx bermabdi. Nechta bo'lsa berib yuborasiz? 10600 bo'lsa. 10600 bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Bu ham Cheriz banki gaplashib oramizmi? Ha, bo'ladi. Cheriz bank gendangiz yo'q. Yo'q. Faqat оформление. Telefon nomer? 95 3 92 22 ismlari? Islom aka. Mashinamizda kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi Chang'an T3 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi mashina yopildi-yu. 109 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holatlarini ko'rsatib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari yo'q, mexanika korobkada konditsionerlarigacha bor. Temir metan gazlari ham bor ekan. Orqa balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Yakka balonli resorda. Gaz nechtali bunda? 90 tali temir metan gazigacha bor, 4-pokoleniya. Bu ham sepli motormi? Bu ham sepli motor, borti 3 metrli, eni 160. Narxchi? 10800. Firma nomida ekan, bir kun nechiladi, xudo xolasa. Cheriz bank qora olamizmi buni? Yo'q. Faqat firma-yu. Ha, firma, faqat naqd. Naqd berishlikning farqi yo'q. Bozor narx berdim? Bozor narx bermabdi hali. Nechta bo'lsa bera olaman do'st. Kelishamiz. Chiroyli kelishtirib beraman deyaptilar. Faqat avtobusbegimdan telefon qilaman desanglar bo'ldi. Telefon nomerlari 99 lik 077 83 39 ismlari Abdujabbor aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib qulay narxlarda baraka qilsanglar bo'ladi. Bitta laboyni alishtirib olsa bo'ldi ekan. Laboylardan ham muammo yo'q, xudo xolasa. Bosinglar.
Akalar bizda navbatdagi mashinamiz Shinray mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgani 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 67,000 kilometr masofani bosib o'tgan mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, evakor poliklardan tashab qo'yganlar. Mexanika korobka, kondisionerlarigacha bor ekan akalar. Bir qo'l mashina. Bortlari keladigan bo'lsa, tentli yakka balon resorlari bor akalar, ko'rishingiz mumkin. Hop, ishlashga tayyor mashina. İçlarini ko'rsatib olaylik. Bortlarini ko'rishingiz mumkin akalar. Og'ir yuk ham ortilmagan, xullas ishlashga tayyor mashina. Aka, qanday endi? Aka, mashinaning gazi bormi? Metan gaz bor, 4-pakalini. 4-pakalini temir metan gazlarigacha bor, kraskalari top toza. Xudo xolisi. Bir qo'l minilgan. Bir qo'l minilgan mashina. Narxcha 12,5 domiz. 12,5 so'ratdilar. Avtobusligim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib beraman, deyaptilar. Bozor narx berdimi aka? 11,8 qilish. 11,8 berdi, bermadingiz. 11,8 tepasiga gaplashib olamiz, xudo xolisi. Telefon nomeringiz? 90li 099 099 49 60. 49 60. Ismlari? Fazliddin. Fazliddin aka. Bemalol. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Faqat naqdda? Через bank chiqmaydi. Yo'q, naqd. Naqdiga bosib olsanglar bo'ladi. Genayimiz bermaymiz. Оформление. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Shinray mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgani 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari keladigan bo'lsa 70,000 kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, evakor poliklardan tashab qo'yganlar. Kondisionerlarigacha bor ekan akalar. Dubl kabina bu mashinamiz. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Yakka balon resorda. Xullas ishlashga tap tayyor mashina. Buni borti nechiga necha aka? Bilmasaganman-da. 2 metrlik bo'lishi kerak. 2 metrga 2 metrga 180 deyaptilar. Tag'ram o'zingizlar kelib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Kraskalari? Top toza. Kraskalari top toza. Faqat benzinda mashina. Benzinda yurgan akalar. Narxchi aka? Bo'lishi 10,500 aka. 10,500 mi? Avtobusligim nomidan sizga skidka qilib beramiz-mi sunnatiga? Qancha qilib berasiz? 200 dollar olib beraman. Tekis 10 minggacha gaplashib olamizmi? 10 mingdan 50 dollar olib beraman. 10 mingdan 50 dollar o'tib beramiz. 10 ming bo'lsa bosib yuborsanglar bo'ladi akalar. Через bank chiqadimi bu? Nima edi u? Avtokredit? Faqat naqdmi? Faqat naqd. Generaldan emas bermaymiz. Faqat оформление. Buni generalni bersa bo'lsa kerak. Endi gaplashib olamiz. Toshkentga bo'lsa, telefon nomeringiz? 97lik 97lik 414 414 16 16 97lik 94lik adashmasam. 414 16 97lik 414 16 06. Ismlari? Anvar aka. Anvar aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Umuman xarajati yo'q mashina, xudo xolisa. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Chang'an mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgani 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari keladigan bo'lsa, bor yo'g'i 134,000 kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holatlarini ko'rsatib olamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari yo'q. Mexanika korobkada. Mashinamizning temir metan gazlarigacha bor. Tentovka qilingan bortlari bittani e'tiborli tarafini ko'rishingiz mumkin. Mana bitta orqasi qo'sh balon ekan, resor, oldida ham resor ekan. Temir metan gazi bor. Hop, ishlashga tap tayyor mashina akalar. Orqalarini ham ko'rsatib olamiz. Orqalari ham xudo xolisa yaxshi holatda. Turibdi. Endi ishlagan mashina bundan keyin ham dal ishlayveradi. Million suda qilib soqqani soqqa yurib bemalol bossanglar bo'ladi akalar. Hop, kraskasi aka? Asfalt qilingan, ichlari but-butun. Borti nechiga nechi buni? 330 ga 170. 330 ga 170. Narxchi? 8 ming. Bozor narx berdim. Narx qilishdi. Qancha qilishdi? 6,5 qilishdi. 6,5 qilishdi. Ayo, motor moyi yotdimi? 6,5 tepasiga gaplashamizmi? 6,5 tepasiga gaplashib olamiz. Telefon nomeringiz? 97lik 401 0131. Ismlari? Chabuz aka. Mashinamizda kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Gen ham bera olamizmi aka? Genda daverimiz. Gen odamga qarab gendamiz ham berar ekanmiz akalar. Bosib yuboringlar. Bizda navbatdagi mashinamiz Chang'an Kama mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgani 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari keladigan bo'lsa,
76 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor, evakor poliklardan tashab qo'yganlar. Kondisionerlari bor. Kondisionerlari bor. Hop, ABSlari bor, kondisionerlari bor. Motor qanaqa bo'ladi? Benzin motor, metan gazlarigacha bor ekan. Borti nechi bo'ladi? Borti pulmazaga uchlar atrofida o'tdilar. Razmerini o'lchab ko'rmagan ekanlar, xullas. Kelib o'zingizlar ko'rib olsanglar, aniq qilsanglar bo'ladi. Xolodilniklarigacha bor mashinamizni xullas ishlashga tayyor mashina. Kraskalariga kiradigan bo'lsa, kraskasi top-toza, umuman ishi yo'q. Motor hadoylarida umuman defekt yo'q, bemalol. Ob million sudda qilsanglar bo'ladi. Narxchi shep 18 da olsalar, Avtoo'zbegim nomidan chiqsa chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Bozor narx berdimi? Bozor narx bermadi, hali. Necha pul bo'lsa bera olasiz. Gendalis beramizmi? Faqat оформление. Через bank? Через bank faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 99lik 800 26 65. Ismlari? Ma'mur aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, olib kelib bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Yeb bosinglar. Qadrdonlarim, bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boradi. Videomiz oxirida nima deymiz? Oltin boshinglar omon bo'lsin. Musofirdagi akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz har doim Allohning panohida bo'linglar. Eng zo'r, eng qimmat inomarkalarni haydash, yaqinlarga hadya qilish albatta hammalarimizga nasib ro'zan aylasin deb qolamiz. Sizlar bulardan ham eng zo'riga, eng qimmatiga loyiqsizlar. Keyingi videolarimizda albatta qaysi mashinalarni olib chiqishimizni kommentariyada yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Obuna bo'lish esingizdan chiqmaydigan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.